Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Ushbu Sayyidul ayyom va hajjul masakin bo'lgan juma kunida Alloh subhanahu va taolo ana shu bosib kelgan har bitta qadamlarimizga ajr hasanatlar yozgan bo'lsin. Va mana shu masjidda siz bilan bizni jamlagandek jannatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suhbatida jamlanishimizga ham Alloh nasib qilgan bo'lsin. Amin. Mana bugun inshaalloh payg'ambarlar tarixi degan silsila darslarimizni davom etkazadigan bo'ldik. Ya'ni juma kungi ko'chirishligida e'lon qilgan edik. Juma kuni mana musulmonlar uchun bayram hisoblanadi ekan. Bu bayramga bir kelganda bir xursandchilik bilan mana shunday shuur bilan kelishligimiz musulmonlarga bir sunnat hisoblanadi. Va qissani davom etkazadigan bo'lsak, bugun inshaalloh mana shu Qur'ondagi eng katta qissalardan bo'lgan Ibrohim alayhisolamning qissasini Alloh muvaffaq qilsa, bugun nihoyasiga yetkazamiz. O'tgan suhbatimizda Ibrohim alayhisalomni mana shu o'g'li Ismoilni qurbonlik qilganligi haqida gaplashgan bo'ldik. Asosiy mavzu shu bo'ldi. Va Ibrohim alayhisalomning qissasidan oladigan eng katta xulosamiz bu Ibrohim alayhisalom mutavakkil, Allohga tavakkul qiluvchilarning ustozi ekanligini xulosa olishimiz kerakligi aytildi. Va alallohi falyatavakkalul mu'minun dedi Alloh taolo Qur'onda. Alloh o'ziga tavakkul qiluvchilarni yaxshi ko'radi va boshqa oyatda aytadi, agar sizlar mu'min bo'ladigan bo'lsanglar, Allohga tavakkul qilinglar deydi. Kishini o'zini g'am tashvishlarini, o'zini o'lantirayotgan muammolarini yechimini Alloh taologa topshirmaguncha to'liq mu'min bo'la olmaydi. Ibrohim alayhisalom mana shu zabh voqeasidan keyin Alloh taolo u kishi o'zini 85 ga kirganda ko'rgan bir dona bolasini Alloh yo'lida qurbon qilishga tayyorligini isbotlagandan keyin Alloh taolo Ibrohim alayhisalomga ikrom ko'rsatdi. Sora onaga ikrom ko'rsatdi. Yagona o'g'li bo'lgan Ismoil zabh qilishlikka tayyor bo'ldi. Alloh taolo bitta qilgan yaxshiligiga evaziga ikkita berdi. Balki 3 ta berdi. Bir dona o'g'lini so'yishlikka tayyorligini ko'rsatgandan keyin Alloh taolo bitta o'g'lini ikkita qilib berdi. 90 ga kirgan Sora ona tug'mas edi. Ibrohim alayhisalomning mana shu qilgan ishiga Alloh taolo mukofot qilib, Sora onani tug'ishligi haqidagi xabarni berdi. Ya'ni ko'raylikki, Alloh taolo birni bersang 10ni beraman, xohlasam ko'paytirib beraman degan va'dalari bor. Ularni qilgan, Allohni rozi qilishlikda qilgan harakatlarini Alloh taolo mukofotini kuttirmagan ekan. Alloh buyurdi, ular bajardi, mukofotini Alloh taolo shatta nima qildi? Berib qo'yaverdi. Ibrohim alayhisalomga mana shu Ismoilni zabh voqeasidan keyin 3 ta farishtani yuboradi. Bular Jabroil, Mikoil va Azroil alayhissalomlar Lut qavmini vayron qilgani kelgan bo'ladi va mana shu asnoda Ibrohim alayhissalomga xushxabarni, bushroni aytadi. Ibrohim alayhissalomga mana bir nechta Alloh taolo bushroni berdi dedik. Birinchidan bu bushro Sora onani tug'ishligi bo'lsa, ikkinchidan tug'iladigan Ishoqni payg'ambar bo'lishligi bo'lsa, undan keyingi bushro Ishoqning o'g'li Yaqub u ham payg'ambar bo'lishligi. Bitta yaxshilikni evaziga Alloh taolo 3 ta yaxshilik berdi. Yana qanaqa bo'ldi? Sora ona farzandli bo'ladi, u farzandi ham payg'ambar bo'ladi, nevara ko'radi Sora ona, nevarasi ham kim bo'ladi? Payg'ambar bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Manil Karim deb so'rashdi. Mana ota-bobomiz bilan, nasl-nasab bilan bir faxrlanishi bor insonlarda. Agar mumkin bo'lsa dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim dedi. Yusuf ibn Yaqub ibn Ishoq ibn Ibrohim alayhisalom. O'zi payg'ambar, otasi payg'ambar, bobosi payg'ambar, bobosining otasi payg'ambar. Ana bu sharaf faqat Yusuf alayhisalomga berilgan. Lekin faxr iymon bilan bo'ladi. Faxrlanishlik, xursand bo'lishlik Alloh taoloning mana shu iymon degan ne'mati bilan bo'ladiki, agar inson otasi 7 otasi podsho bo'lsa-yu, bitta kalimani olmagan bo'lsa Alloh taolo bu bandani faxrlanishiga hech qanday bir asosi bo'lmaydi. U dunyosimi, amalimi yoki quvvatimi. Faxrlanishlikka arzirgan yagona narsa bu nima ekan? Iymon. Ibrohim alayhisalom Makka ni ziyorat qilishni davom etdi. Va ana shu ziyoratlarning birida o'g'li Ismoilga aytdiki, Alloh menga bir ish buyurdi. Deganda Ibrohim alayhisalomda o'g'li Ismoil aytdiki, "Yor otajon" dedi, "Alloh buyurgan ishni bajaring" dedi. "Menga yordam berasizmi?" dedi.
Ya'ni nima buyurdi? Ola eshitaylikchi degani yo'q. Chunki sizni qurbonlik qilishlikni tushimda ko'rdim deganda, bo'ldi meni qurbon qila oling degan bola bundan boshqa savolga hojat qolmaydi. Chunki o'zing seni so'yishligimni tushimda ko'rdim desa nima qilyapti? Ko'naveryaptimi? Endi boshqa ish nima degan narsa? Alloh menga mana shu joyda Makkada uy qurishlikni buyurdi deb aytdi. Va ikki ota o'g'il Ka'batullohni qurishlikka kirishdi. Astagfirullah. Va izbawwa'na li Ibrohima makanal bayt. Biz Ibrohimga ana shu baytni, Ka'batullohni qurishlik o'rnini ko'rsatib berdik. Mana shu Ka'bani o'rni xususida mana bir qancha rivoyatlar bor ekan. Shulardan bittasi Ibrohim alayhisalom o'sha davr o'sha joyda kavlada, farishta ko'rsatgan joyda va Shis ibn Odam alayhisalomning o'g'li bo'lgan ikkinchi payg'ambar mana silsilada aytib o'tdik. Qurgan uyni asosini, fundamentini topdi va shuni ustiga qurdi deydi. Ya'ni boshqa rivoyatlarda farishtalar ana shu qo'ygan asosni, fundamentni topdi, shuni ustiga qurdi. Lekin nima bo'lganda ham hozirgi Ka'batullohda turgan o'rni bu Alloh taolo ko'rsatib bergan joy. Yer yuzini eng muborak, eng muqaddas bo'lgan joy. Ya'ni musulmonni ziyorat qiladigan joy 3 ta deyilgan hadislarda. Bu Masjidil Harom, Masjidul Nabaviyya va Masjidil Aqso. Musulmonni ziyorat qilishlikka lozim bo'lgan joylar shu. Quraysh mana davrlarida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lmasdan turib Ka'bani sel oladi. Bu mashhur qissa, sirat kitoblarida bu narsa ko'p takrorlangan. Ana shu Ka'bani ta'mir qilishmoqchi bo'lgan paytlarida devorlarni yiqib buzishadi. Inshaalloh ana shu payg'ambarimiz tarixiga kelganimizda inshaalloh aytilib o'tinlar. Batafsil, lekin biz Ibrohim alayhisalom qissasida bo'lganligi uchun bilan kifoyalanamiz. Quraysh qavmi Ka'bani ta'mir qilmoqchi bo'lib, devorlarini, toshlarini tushirishadi-da, yerni asosini, fundamenti chuqurroq kavlashlik niyatida ana shu Ka'bani o'rnini kavlashadi. Ana shu chuqurroq kavlashganda zangori, yashil rangga yaqin bo'lgan kasnimatil jibal deyiladi, tuyani o'rkachi yoki tog'larda cho'qqisiga o'xshagan ko'rinishdagi toshlarga yo'liqishadi, yashil rangdagi. Uni ham chiqarmoqchi bo'lib, ana shu kavlayotgan kishi qo'lidagi temirni toshga tiqib turib shunday bosib ko'targanda, tosh ko'chib, tayidan ko'zni ko'r qilishlik darajasidagi nur yorug'lik chiqdi. Ana shu kishi qo'rqib ketgandan temirni qo'yib yubordi, tosh joyiga tushdi, yorug' to'sildi. Shunda Quraysh aytdiki, jildirmanglar toshni. Shuni ustiga quraveringlar dedi. Yer yuzidagi nurning masdari Ka'batulloh bo'ladi. Uni ostida nur bor. Olamlar uchun hidoyat degan Alloh taolo. Demak, yer yuzidagi nurning asosi qayerda ekan? Ka'batulloh. Yerdagi nurning masdari. Va idbawa'na li Ibrohima makanal bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit-ta'ifina wal-qa'imina wa ruk'a'is sujud. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqomu Ibrohim. Albatta, insonlar ibodat qilishliklari uchun qurilgan uyda eng birinchisi bu muborak Bakka vodiysidagi uy. Olamlar uchun hidoyatdir uy. Ana shu uyda Alloh taoloning ochiq mo'jizalari bor. Ular qatorida maqomi Ibrohim. Yuqorida zikr qilingan nur ana shu Alloh taoloning ayatun bayyinatdan bittasi, ochiq mo'jizalardan bittasi. Maqomi Ibrohim ham ana shu Alloh taoloning Ka'baga qo'ygan buyuk mo'jizalaridan uni kezi kelganda o'rnida aytamiz inshaalloh. Va man dakhalahu kana amina. Kim Ka'batullohga kirsa u omonlikda deb aytiladi. Astagfirullah. Va izibtala Ibrohima robbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibrohimga Alloh taolo imtihonlarni berdi. Ibrohim alayhisalom bu imtihonlardan o'tdi va Alloh aytdi: "Men sizni insonlarga imom qilaman, insonlarga boshliq qilaman" dedi. Shunda Ibrohim alayhisalom so'radi: "Qala va min zurriyati? Meni zurriyotimdan ham imomlar chiqadimi? Meni zurriyotimdan ham odamlarga peshvo chiqadimi?" deganda Alloh shu yerda istisno qildi. Nima dedi? La yanal ahdiz zolimin. Sizni zurriyotingizdan bo'lib zolim bo'lganlarga bu ahd yetmaydi dedi. Ya'ni sizni zurriyotingiz bo'lsalar hammasi imom bo'lib, hammasi odamlarga peshvo payg'ambar bo'larmaydi. Zolim bo'lganlarga bu narsa berilmaydi. Agar kimi bolasi bo'lsa ham ular Ibrohim alayhisolamning bolasi bo'lsa ham. Qala la yanal ahdiz zolimin. Va iz ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrohima musalla.
Ana shu Ka'batullohga kelganda maqomi Ibrohimdan namoz o'qishlikka joy olinglar deb Alloh taolo buyuryapti. Nubuvvatni, imomlikni, odamlarga peshvolikni sizga beraman deganda zurriyotiga ham so'rovdi. Alloh nima dedi? Zolimlarga, dinsiz bo'lganlarga bermayman deganda endi ana shu Makka shahrida yashaydigan odamlarga rizq so'rayotib aytadiki: Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ha xo'p, payg'ambarlik, nubuvvat faqat mu'minlarga ekanmi? Unda rizqni ham faqat mu'minlarga ber deb so'rab qo'ydi. Subhanalloh. Agar labbay deyilganda Ka'batullohda atrofida faqat mu'min yashash kerak bo'lardi. Hali ham mu'minlar yashaydi. Lekin rizqni Alloh taolo hammaga teng taqsim qilishigini quyidagi oyatda bizga bayon qilyapti. Qola va man kafar. Kofir bo'lganlardan rizqini nima qilaman? Yetkazaveraman. Demak, rizq mu'min kofirlikka qaralmasdan berilaveradigan Allohning marhamati ekan. Shunday emasmi? Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan. Rahman degan sifatida ulamolar shunday ta'rif beradiki, bu dunyoda Alloh taolo fojiriga ham, fosig'iga ham, taqvodoriga ham, olimiga ham rizqni nima qiladi? Bir xil rahmatini nima qilib qo'ygan? Sochib qo'ygan. Endi Ar-Rohim qiyomatda ishlaydi deydi ulamolar. Faqat bu rahmat kimga bo'ladi? Mu'minlarga bo'ladi. Demak, Ibrohim alayhisalom rizqni payg'ambarlikni meni zurriyotimdan yaxshilarga berganingdek, rizqni ham faqat yaxshilarga berdi, yo'q dedi. Unda hamma yaxshi bo'lib ketardi dedi. Bu Allohga ibodat qilmagan odam qirilib ochlikdan o'lib ketaversa, hamma ibodat qilmay nima qilardi? Demak, rizq masalasi hammaga teng sochiladi. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Vaqtiki Ibrohim va Ismoil uyni ustunlarini, devorlarini ko'tarar ekan, duo qilishdi. Parvardigoro, bizlardan qabul qilgan mana shu ishimizni. Albatta sen Samiun Alim bo'lgan zotsan. Parvardigoro, bizlarni o'zingga musulmon qilgin va zurriyotimizdan musulmon ummatlarni chiqargin. Shu o'rinda ota-bolani qilgan eng ulug' duosi bor. Bu duo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kelishiga haqidagi duo edi. Robbana vab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika va yuallimuhumul kitaba wal hikma va yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Parvardigoro, mana shu joydagi bizni zurriyotlarimizdan o'zlarining ichidan payg'ambarni chiqargin. Ularga seni oyatlaringni o'qib bersin va kitobni o'rgatsin, hikmatni o'rgatsin, ularni poklasin. Albatta sen azizul hakim bo'lgan zotsan. Demak, mana shu duo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning kelishiga haqidagi Allohdan so'ralgan nima edi? Duo edi. Ibrohim alayhisalom mana shu uyni qurar ekan, ana shu uyni burchaklardan bittasi boshqa burchaklardan farqli bo'lishini holatida o'g'liga Ismoilga shu chiroyliroq bo'lgan bir tosh topganmizmi deb buyurdi. Ismoil alayhisalom charchadim dedi, lekin buyrug'iga labbay deb istab ketdi. Topolmasdan qaytib keldi. Kelsa, otasi Ibrohim alayhisalom Ka'baning bir burchagiga oq rangdagi nihoyatda ana shu burchakka mos tushadigan toshni qo'yib binoda davom etkazayotganligini ko'rdi. Otajon dedi, bu tosh sizga kim olib keldi? Malollanmaydigan, charchamaydigan zot olib berdi. Kim? Jabroil jannatdan olib chiqib berdi dedi. Mana biz biladigan Ka'batullohdagi Hajarul Aswad aslida oq bo'lgan. Savvadat huzunul bashar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odamlarning gunohlari bu toshni qoraytirib tashladi. Ya'ni har doim ham Ka'batullohdagi bu tosh musulmonlarning qo'lida bo'lavermagan. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida yalang'och tavof qilishgan Ka'bani mushriklar. Qurayshda tijorat yurish uchun Quraysh shunday hukm chiqargandiki, kim Ka'batullohda tavof qilgani kelsa, faqat Qurayshdan olgan kiyim bilan tavof qilsin, bo'lmasa yalang'och tavof qilsin deydi. Bu albatta dunyo tijorat, boshqa bir niyat yo'q. Yalang'och tavof qilishar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilganlardan keyin bu johiliy urfga chek qo'yildi. Demak, Ka'batulloh o'zi aslida undagi biz bilgan qora tosh asli nima bo'lgan? Oq bo'lgan. Jannatdan chiqqan. Insonlarning qilgan gunohlari toshni qoraytirib olgan ekan, birodarlar.
Ibrohim alayhisalom uyni qurishni davom etkizdi va bo'yi yetmay qoladigan darajada baland ko'tarilganda o'g'liga buyurdi, bir toshlab kelib oyog'ini tayoq qo'yib berdi. Mana maqomi Ibrohim degan joy bor. Bu yerda Alloh alam ko'rmagan odamda o'zi bo'lmasa kerak. Chunki televizor bor, suratlarni ko'ryapmiz. Ana shu kichkinagina gumbazga o'xshatib qo'ygan narsaning ichida e'tibor bergan bo'lsanglar, borganlarimiz ikkita oyoqda izi turadi. Toshga inson bolasining oyog'i izi chiqib qolgan. Ana shu Alloh taolo aytayapti, fihi ayatun bayyinat, unda ochiq Allohning mo'jizalari bor deyilyapti. Maqomi Ibrohim, demak, Allohning Ka'batullohga qo'ygan mo'jizalardan bittasi ana shu Ibrohim alayhisalomni toshga botib qolgan oyog'ining izi. Ana shu tosh haqida bir qancha rivoyatlar bor. Qasmi sahih bo'lganda ham bu Ka'batullohdagi mana shu joy mo'jizalardan hisoblanadi. Ka'baga suyab qo'yib, ustiga chiqib devor urdi deyiladi. Shunda oyog'i botib qoldi deyiladi. Ikkinchi rivoyatda Ka'bani hech qanday bir handasaviy asboblarsiz o'lchamasdan qurganligi uchun, quruvchi bo'lmaganligi uchun qurib bo'lib turib, ana shu tosh ustiga chiqib qarab turardi. Qas tomoni to'g'ri, qas tomoni shunda botib qoldi deyiladi. Lekin qaysi holat rivoyat sahih bo'lgan chog'ida ham Ka'batullohdagi ana shu bosilgan oyoq izi bu Ibrohim alayhisalomning oyog'ining izlari hisoblanadi. Biz bunga iymon keltirishimiz kerak. Vattaxidu min maqomi Ibrohim musalla. Ana shu Ka'batullohga borgan, haj qilgan, tavof qilganlarga Alloh taolo buyuradi, maqomi Ibrohimdan namoz o'qishlikka joy olinglar deydi. Mana masjidda o'zining odobi, agar emas o'zi doim ham tiqilinch bo'ladi Ka'batulloh. Shunday emasmi? Maqomi Ibrohimda turib o'qishlik imkoniyat bo'lmasa, Ka'bani ana shu Masjidil Haromda hamma joyi maqom deyiladi. Ka'ba bitta. Ka'bani unaqa rastvorsiz, loshsiz, semensiz qurdi. Chunki Ibrohim alayhisalom quruvchi emas edi. Toshlarni birini ikkinchisiga Alloh o'rgatgandaqa terdi, mustahkam yiqilmasdan turadigan holatda Ka'batulloh nima bo'ldi? Barpo bo'ldi. Inna awwala baytin wudiya lin-nas. Insonlar ibodat qilishliklari uchun qurilgan eng birinchi uy bu Bakka vodiysidagi Ka'batulloh deyildimi? Uy tutgandan keyin Alloh taolodan buyruq keldi. Shu derazalarni ochib qo'ysak, ozgina havo yangilanadi, birodarlar. Ozginaga hammasini. Astagfirullah. Walillahi 'alan-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innalloha g'aniyyun 'anil 'alamin. Allohning insonlarning ustida haj qildirishlik haqqi bor. Kim bundan bosh tortsa, albatta Alloh butun olamlardan behojat bo'lgan zot. Ya'ni qodir bo'lgan odam haj qilishligi o'ziga kerak, Alloh taologa emas. Shuncha aytayapti. Fa innalloha g'aniyyun 'anil 'alamin. Sizlarni bu qilgan hajlardan, sadaqa, zakot, namozlardan men behojatman deyapti Alloh taolo. Va Haj surasining 27-oyatda Alloh taolo marhamat qiladi. Wa'azzin fin-nasi bil hajj. Ey Ibrohim, odamlarga endi Ka'ba bitdi, haj qilinglar deb buyuring dedi. U paytda unaqa odam ko'ppas edi. Ibrohim alayhisalom tabiiy savolni berdi. Odamlarni, ya'ni yer yuzidagi hamma insonlarni haj qilishlikka chaqiring deganda, Parvardigor, men bitta odam bo'lsam, qana qilib yetkizaman? Odamlarga qana qilib yetkizaman ovozimni? Ya'ni bu yerda ana shu Allohga bo'lgan tavakkul akalar. Alloh taolo buyurdimi? Ya Ibrohim, innama alaykal azan va alaynal balagh. Siz azonda aytib qo'ying, yetkizishlik bizi bo'ynimizda dedi Alloh taolo. Va Ibrohim alayhisalom Allohning buyrug'iga labbay deb javob bergan holda Arafat tog'iga ko'tarilib turib, odamlarni haj qilishlikka chaqirdi. Alloh taoloning buyuk mo'jizasi sodir bo'ldi. Ana shu davrda yashayotgan odamlarning hammasi Ibrohim alayhisalomning ovozini eshitdi. Nafaqat u vaqtdagi odamlar, balki qiyomatgacha yashaydigan mu'minlarning qalbiga Alloh taolo bu chaqirig'ini joylashtirib qo'ydi. Ka'batullohga bo'lgan muhabbat hisob qo'ydi. Bormagan bir borsam deydi Ka'batullohga. Borgan odam 10 borsam deydi. Ya'ni qalbimizga muhabbatni Alloh taolo joylab qo'yganligini shundan bilsak ham bo'ladi. Demak, siz faqat azonda aytib qo'ying, yetkizishlik bizning zimmamizga dedimi? Bundan nima xolos olamiz? Biz bundan. Biz odamlarga Allohning sozini yetkazib qo'yishlik bizning zimmamizda. Aytib qo'yishlik. Lekin ularning qalbiga joylashlik Alloh taoloning ixtiyori hisoblanadi.
وَعَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Siz faqat chaqiring xolos, insonlar otda, tuyada, piyada haj qilgan ana shu turli vodiylardan kelishadi. Alloh taoloning mo'jiza ilohiyasi bilan mana shunday haj ibodati boshlandi. Ibrohim alayhisalom mana Falastinda yashar edi. Halilur Rahman, Allohning do'sti edi. Ittahadalloh Ibrohima xalila. Alloh Ibrohimni o'ziga do'st qildi deb aytdik. Al-hilla degan so'z bu hub, yaxshi ko'rishlik degan so'zdan ustunroq bo'lgan so'z. Qalbni muhabbat bilan to'lib toshishligi degan ma'noda bildiradi. Mana ko'pgina ishoralarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi. Payg'ambar alayhisalomdan keyingi o'rnida turadigan eng afzal payg'ambar bu Ibrohim alayhisalom. Boshqa rivoyatlarda baribir hamma odamlar Muhammad alayhisalomda havas qilganidek, Ibrohim alayhisalom ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda havas qilar ekan. Mana shu o'rinda juda bir ibratlanadigan bir voqea sodir bo'lgan. Ibrohim alayhisalom Alloh taolodan so'radi. Va iz qala Ibrohim robbi arini kayfa tuhyil mauta. Parvardigor, o'liklarni qanday qilib tiriltirasan? Bir ko'rsatgin menga dedi. Ya'ni Ibrohim alayhisalomning iymonida shubha yo'q. Shunday emasmi? U o'tkirib to'g'ri ekanda ham iymoni bor edi, bolani so'ydaganda ham, Ka'ba qurdaganda ham, Makka ga tashlab ketganda ham labbay deyapti. Iymonida zarracha shubha yo'q edi. Lekin so'rayapti. Shu bir nozik narsa bor shu yerda. Diqqat qilamiz. Nimaga so'rayapti? Alloh taolo so'raydi, "Qala avalam tu'min?" Nima? Ishonmaysanmi dedi. Demak, savol joiz bu yerda. Hech kim iymoni Ibrohim alayhisalomga keta qilib bo'lmaydi bu yerda o'tirganlarda. Shuning uchun bir narsani bilish uchun so'rashlik mumkin bo'ladi. Har qancha bir ajib ko'rinmasin. Faqat bilishlik uchun savol bir necha ma'noda beriladi. So'ralayotgan odamni ilmini sinash uchun, mujodala qilish uchun yoki bo'lmasam bilishlik uchun. Kim ilmda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ahmoqlar bilan tortishlik uchun, ulamolarga savol berib qotilishlik uchun o'rganadigan bo'lsa, u ilm emas. Bu yerda deydi ulamolar, ikki xil ilm haqida gap ketyapti mana shu oyatda. Parvardigor qanday qilib o'liklarni tiriltirasan deganda, ishonmaysanmi desa ishonaman, lekin qalbim xotirjam bo'lishi uchun deydi. Biz dadamiz aytgani uchun namoz o'qimaylik. Biz hamma bor deyapti-yu qiyomatda. Shuncha odam endi adashmayotgandir deb unaqa ommaga ergashmaylik. Har bitta odam o'zi qalbi taskin topadigan darajada Allohni tanitadigan ilmga ega bo'lishi shart. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayapti. Har bitta erkak ayolga ilm o'rganishlik farz. 5 dan qabrgacha ilm o'rganing. Sizni shubhaga solib qo'ymaydigan, o'zingizni mustahkam turishingizga sabab bo'ladigan darajadagi ilm o'rganishlik farz hisoblanadi. Undan oshig'i farzi kifoya. Ikki xil ilm bor bu yerda. Ilmul yaqin va aynul yaqin. Ilmul yaqin nima degani? Ilmul yaqin degani bir kishi bir narsaga qattiq ishonishligi. Hech shak shubha qilmasdan zarracha qalbida shubhasiz 100% iymon keltirishi ilmul yaqin. Yaqin degani ishonch degani. Ishonch ilmi degani. Bitta misol bilan tushuntiramiz buni. Umar roziyallohu anhu aytgan ekan. Agar hozir ko'zimning oldida osmon yorilib, o'zini iymoniga ta'rif beryapti-da. Osmon yorilib, bir tomonda jannat, bir tomonda do'zax ko'rsatilinsa menga, ko'zim bilan naq ko'rsam ham iymonimga yana boshqa narsa qo'shila olmaydi, chunki yetgan cho'qqisiga. Shubha qilmayman, ko'rsatilganda ham, ha, bor ekanmi degan yangilik bo'lmaydi, chunki men ko'rmasam ham nima qilyapman bu narsaga? Bizda bormi shu? Keyingi darajasini qaraylik. Keyingi darajasi aynul yaqin. Endi aynul yaqin degani kishi shubha qilmasdan ishonayotgan narsani ko'rishligi. Tushundingmi? Ko'rmasdan turib ishonishlik zo'r narsa, lekin ko'rgandan keyingi bo'lgan ishonch qanaqa bo'ladi? Ko'rib keldingizda, mashada o'tirgan odam hammasi, "Yo'q, unaqa emas, yomg'ir yog'yapti" desa, siz ko'rib keldingiz. Siz yog'mayapti, mustahkam tura olasiz. Ana shu delik falon joyda bir Sanoq degan shahar bor ekan deb 10 ta odam aytsa, bo'lsa kerak shuncha odam yolg'on gapirmayapti deysiz.
Agar sizga shu Sano degan shaharda aktivitkalarni ko'rsatsa, deysizda iymoningizga nima oladi? Endi borib kelganingizdan keyin bu haqida sizga gap bo'lishi mumkin emas. Hamma bunday shahar yo'q deb turgan holatda ham nima deya olasiz? Siz ko'rib kelganligingiz uchun sizni iymoningizni hech kim shubhaga sola olmaydi. Demak, ilmul yaqin bir narsani ko'rmasdan turib aniq ishonishlik, aynul yaqin ana shu narsani ko'rgandek ishonishlik. Ibrohim alayhisalomda ilmul yaqini aynul yaqinga aylandi. Ishonchni o'ziga aylandi. Xuddi jannat ko'rib yoki do'zaxni ko'rgandek. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Isro va Miroj voqeasida ko'rib tushganmidi jannatni, do'zaxni? Rasulullohga aynul yaqin edi. Ibrohim alayhisalom o'zidagi ilmul yaqinni aynal yaqinga aylantirmoqchi bo'lib, Parvardigor o'liklarni qanday qilib tiriltirasan, menga ko'rsat dedi. Nima uchun? Qalbim xotirjam bo'lishligi uchun. Alloh taolo buyurdi: "Qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya." To'rtta qushni oling dedi va aralashtiring dedi. Haqiqatan Ibrohim alayhisalom to'rtta qushni oldi, kallasini chopib olib turib, qolgan qismini rivoyatlarda qiymaladi. Pati, suvagi, terisi, go'shi bilan qiymalab aralashtirdi. Tog'ni to'rtta tog'ni cho'qqisiga qo'yib chiqdi. So'ngra Alloh taoloning buyrug'iga muvofiq chaqirdi ularni. Fe'lan Ibrohim alayhisolamning ko'z o'ngida ana shu go'sht, pat, suyak shundan iborat bo'lgan ana shu aralashma ajrab bir-biridan to'rtta qushga aylandi. Ba'zi rivoyatlarda ana shu chopgan paytda kallasini to'ra qushda olib qolgan edi deyiladi. Ana shu kallasi yo'q bo'lgan qushlar holatda jamlandi va Ibrohim alayhisolamning oldiga kelib, boshlarini olib komil bo'lishdi. Ibrohim alayhisolamning aniq ishonchni o'ziga aylanib qoldi. Va alam annalloha azizun hakim. Biling ey Ibrohim, albatta Alloh aziz bo'lgan va hikmat egasi bo'lgan zot. Alloh o'zi biladi. Subhanalloh. To'rtta qushni qiymalanib yig'ilishligi Ibrohim alayhisolamning qalbiga taskin beryapti, iymoniga quvvat bo'lyapti. Lekin Alloh adashtirgan kimsalarni o'zlarini talabiga binoan, o'zlari sifatlab bergan suratda chiqqan tuyani nima qilishdi? So'yib yeb qo'yishmadimi? O't yirg'itganda Ibrohim alayhisolamni kuymasdan chiqqanini ko'rib iymon keltirishib tura olmadimi? Demak, hidoyat Alloh berganlarga bo'ladi. Hidoyat Alloh tomoniga birinchi qadamni bosganlarga beriladi. Alloh insof bersa men ham namoz o'qib qolarman deb o'tirib bo'lmaydi, birodarlar. Allohdan so'rab birinchi qadamni bosishlik kerak bo'ladi. Ibrohim alayhisolamga Alloh taolo sahifalarni nozil qilgan edi. Inna hada la fi suhufil ula suhuf Ibrohim va Musa. Musa va Ibrohimga berilgan sahifalar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan: "Ya Rasululloh, Ibrohimga tushgan sahifalarda nimalar bor edi?" Ya'ni qiziqarli odamga. U paytda qanaqa buyruqlar bor edi? Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilgan, ularda ana shu sahifalarda hammasi ibrat edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu sahifalardan bir qanchasini keltirib aytib o'tadi. Ana shu sahifalardan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytib beryapti. Ey qo'lida mulk bo'lgan, zulm qilayotgan podshoh. Men seni yer yuziga mol dunyo jamlashlik uchun yuborganim yo'q, balki mazlumlarni zulmini, mazlumlarni duosini ijobat qilib, ularni mushkulini oson qilishlik uchun yuborganman. Qasam izzatimga dedi Alloh, yer yuzida zulm ko'rgan odam kofir bo'lib turib Allohga duo qilsa, u kofir bo'lishiga qaramasdan uni duosini qaytaraman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislar bor. Agar zulm ko'rgan mazlum kofir bo'lgan holatda Allohga ishonmasdan turib, menga palonchi zulm qildi, ey Alloh sen bor bo'lsang jazosini ber desa, duosi albatta ijobat bo'ladi uni deydi. Bu o'rinda musulmon odam zulm qilishligi mumkin emas. Na musulmonga, na kofirga, na maxluqotlarga hech qaysisiga. Alloh taolo men o'zimga zulmni harom qildim dedi hadis qudusiyda. Sizlarning o'rtangizda ham zulmni harom qildim, biringlar ikkinchilarga zulm qilmanglar dedi. Sahifalardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Modomiki ana shu Ibrohim alayhisalom sahifasidan bu. Inson aqli joyida bo'lar ekan, oqil bo'lar ekan, hayotini soatlarga bo'lib qo'yishi ham bo'lish kerak. Robbisiga munojat qiladigan soati bo'lish kerak. Munojat deydi Rasululloh. Juda ko'pchilik esdan chiqarib yuborgan ibodatni marhamat qilgan. Munojat nima ekan? Munojat
Inson ro'parasida turgan odam bilan gaplashganda ovozini chiqarib gapiradi. Shundaymi? Eshitayotganligini aniq biladi-da. Inson yolg'iz qolganda Robbisiga ro'parasida turgan odamga gapirgandek ovoz chiqarib gapirishligi munojot bo'lar ekan. Haqiqatan juda ko'pchiligimiz bu narsadan bexabarmiz. Shu ibodatni qilib ko'raylik. Ya'ni yolg'iz qolganingizda, ko'chada yolg'iz ketayotganingizda yoki bir joyda o'tirgan paytingizda hech kim yo'q joyda ovozingizni chiqarib Robbingizga gapirishga bir harakat qilib ko'ringchi. Mana bu joyingiz yumshaganligini his qilasiz. Vallohi qalbingiz yumshaydi. Albatta qofiyasini keltirishlik shart emas, birodarlar. Bir ikkingizga ulanishligi shart emas. Dardingizni otangizga aytasizmi? Dardingizni oshnangizga aytasizmi? Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an. Nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid dedi Alloh. Biz bandalarimizga ularni bo'yin tomirlaridan ham yaqinroqmiz deydi. His qilamizmi shunday Allohni biz? Ey Muhammad alayhisalom, bandalarim men haqimda sizdan so'rasa ayting, men ularga yaqinman. Duo qilsa ijobat qilaman, so'rasa beraman deyapti. Duo degani faqat qo'lni ochishlikda, duo albatta bu duo bu. Lekin insonning Robbisi bilan gaplashishligi ham duo. Hammaning ichida duo qilamiz. Hammaning ichida mo'min qobil bo'lib yuramiz. Lekin yolg'iz qolganimizda Alloh bilan gaplashaylik. Mana shuni vazifa qilib olaylar o'zingizlarga. Bir hafta gaplashib ko'raylik. Mana bu qalbingiz qanaqa yumshaganligini, bo'shaganligini, Alloh dardingizni olganligini ko'rasiz. Yolg'iz qolib Robbingiz bilan gaplashib ketib, maza qilishni o'rganib olganingizda, yoningizga bitta odam kelib, birga ketaylik, hamroh bo'lib desa, chunki sizni nima qilyapti u? Huzuringizni, kayfingizni buzyapti. Chunki Robbingizga dardingizni aytyapti o'zingiz. Shunday emasmi? Odam bolasiga o'zi dardini aytsa, qanaqa qalbi yumshaydi. Ha u uni g'am o'zi yetarli. Lekin odob yuzasidan o'lgan kunda eshitib qo'yadi. Odamga gapirib turib qalbimiz yoziladi. Nimaga Robbimizga gapirib qalbimiz yoza olmaymiz biz? Mana siqilish, stress, nerv degan narsalar yengil bo'ladi. Hayot rangini yo'q qoladi, birodarlar. Agar ana shu g'amni o'zini egasiga topshirsak. Alloh taolo bir mushkulga solib, bir dard berib turib qarab turadi. Qani, kimga aytasan dardingni? Shunali bo'ldimi munojot degan ibodat? Bu eng bir shirin narsalardan. Mana qilib ko'raylik shu narsani. Lekin uyalmaylik. Chunki Robbimizdan boshqa hech kim yo'q. Shundan ekan birga borib kelamiz, gaplashib degan gap bo'lmaydi. Yolg'izlikda qolib qolasiz. Chunki uni mazasini tushunib qoldingiz. Ana shu sahifalardan kishilarni Alloh taoloning yaratgan mahluqotlari haqida fikr yurgizadigan soatlari bo'lishi kerak. Inna fi xalqis samawati val ardi va ixtilafil layli wan nahar. Osmon yerni yaralishida, kun bilan tunda almashib turishligida aql egalari uchun Allohning qudratini, Allohning ulug'ligini tanitadigan oyat, alomatlar bor. Vaqtimiz yo'q biz unga. Shoshilish. Vaqtim yo'q, shoshilib turibman. O'zi qarab ko'rsang, vaqtimizdan Alloh barakani olib qo'yaptimi-ki, bekarchimizga ham vaqtimiz yo'q, hech narsaga. Bekar o'zi. Men tezroq borishim kerak, tezroq menga duo, Alloh akbar chiqib ketadi, bekar chiqib. Hech narsaga ulgurmaydi. Demak, musulmon odamda ana shu hayotini bir soati bo'lishi kerakki, Allohning mahluqotlari haqida fikr yuritsin. Bu ana shu Ibrohim alayhisolamning sahifalardagi narsalardan. Insonni ana shu Ibrohim alayhisolamning sahifalaridan o'zini hisob kitob qilib turadigan soatlari bo'lishi kerak. Hasiba anfusakum qabla an tuhasabu va zinu amalakum qabla an tuzana alaykum. Hazrat Umarning gapi. O'zingizlarni hisob kitob qilib turinglar, sizlarni boshqalar hisob kitob qilishligidan burun. Va amallaringizni o'lchab turinglar, amallaringizni o'lchangunga qadar. Ya'ni tirik ekansan hisob kitob qilib tur. Mana shu o'rinda bir olimni misolni keltirishimiz joiz bo'ladi. Bir olim mana shu kalimaga amal qildi-da, uyiga ana shu balad joyiga tashchasiga bir chillini qo'yibdi-da, kechki payt kelib o'zini hisob kitob qilar ekan. Mancha gunoh qildim deb gunohlarni sanar ekan. Sanab turib ana shuncha miqdordagi mayda toshlarni chiniga tashab qo'yar ekan. Har kuni kelib qilgan gunohini sanab turib tashab qo'yar ekan.
Oz fursatda tashlasa tosh to'lib tushib ketibdi. Olib qarasa chini to'libdi. Chinini yerga qo'yib holiga yig'labdi. Chunki mana shunday oz fursatda shuncha gunoh qildim, umrim davomida qancha gunoh qildim. Alloh meni kechirarmikin? Holim nima bo'ladi deb o'zini muhosaba qilib, mana shu yig'lab o'tirgan joyda Alloh jonini oladi uni. Chunki o'zini nima qilyapti? Biz faqat o'zimiz yaxshiligimizni ko'ramiz, shunday emasmi? Ancha-muncha yaxshi bo'lib qoldingiz, ancha-muncha qilinglar tashladingiz, hali qancha qilinglar turibdi. Musulmon odam tevaga qarashlik kerak emasmi-da bu taqvo masalasida? Biz taqvo masalasida onamdan ko'ra yaxshi bo'lib qoldim men. Yo, bu taqvo masalasida o'zimizdan yuqori bo'lgan odamlarga qarashimiz kerak. Payg'ambarlarga va sahobalarga. Demak, aytilgan hikmatlardan bu muhosaba. Insonni Allohdan rizqini halol mehnat bilan topishlikka duo qiladigan soatlar bo'lishi kerak. Parvardigor, menga bergan rizqingni halol yo'l bilan bergin. Chunki sizga keladigan rizq halol yo'l bilan ham kelishi mumkin, harom yo'l bilan ham kelishi mumkin. Inson buni o'zi kasb qiladi. Lekin o'shish keladi. Yana ana shu sahifalardan inson faqat 3 ta o'rinda o'zini jonini qiynab, jonini qaytishi mumkin. Boshqa joyda mumkin emas jonini qiynashi deydi. O'zingga rahming kelsin deb qo'yamiz-ku. Birinchisi, oxirat uchun tayyorgarlik ko'rishligida inson o'zini qiynashligi mumkin, balki kerak. Ikkinchisi, rizq kasb qilish uchun, bola chaqa boqishlik uchun mehnat qilganda jonini qiynashligi mumkin. Va haloldan lazzatlanishlik yo'lida o'zini jonini ishlatish mumkin. Bitta kishining ustida 3 ta haq bo'ladi. Ustoz Mavdudiy kitobida keladi. Bir inson ustida Allohning haqqi bor, odamlarning haqqi bor, o'zini jonini haqqi bor. Qiyomatda mana shu 3 ta haq so'raladi. Allohning haqqi unga shirk keltirmasdan ibodat qilishlik. Odamlarning haqqi sizni qo'lingizdan kelgan paytda ularga yordam berishlik, yordamingizni ayamaslik, maslahatingizni ayamaslik, bo'lsa qo'lingizdagini ayamaslik yoki mehnatingizni ayamaslik. Uchinchisi, o'zingizni joningizni haqqingiz. Charchaganda dam oltirish, kasal bo'lganda davolash va hokazo. Ya hali o'zimizni jonimizni qiynaganimizga ham javob beramizmi? Albatta javob beramiz. Chunki Alloh taolo bu narsani omonat qilib bergan. Ana shu sahifalardan oqil odam o'zini zamonasidan boxabar bo'lib turishligi kerak. Harakatchan bo'lish kerak, tilini saqlovchi bo'lishi lozim. Agar oqil gapirganda so'zi bilan amali solishtirilishi kerak. Shunda hijolat bo'lib qolmasligi kerak. Yuqorida aytilganlar Ibrohim alayhisalomning sahifalaridan edi. Qisqa qaytarib qo'yamiz. Birinchisi nima dedik? Munojot dedik. Shuni qilib ko'raylik. Yolg'iz qolganda Alloh bilan ovozimizni chiqarib gaplashaylik-da. Agar shuni tushunib qolsak mazasini to'xtata olmay qolamiz o'zimizni. Ine yig'i keladi ko'zimizga. Chunki hech kim yo'q yoningizda. Keyingisi, Allohning maxluqotlari haqida fikr yuritadigan vaqt bo'lishi kerak. Keyingisi, inson o'zini o'zi hisob-kitob qilishi kerak. Inson haloldan Alloh rizq berishini so'raydigan soatlari bo'lishi kerak. Aqlli odam faqat 3 ta o'rinda o'zini qiynashi mumkin. Oxirati uchun, kasb qilish uchun, haloldan lazzatlanishi uchun. Ibrohim alayhisolamning sahifalaridagi narsalar shular edi. Hojar va Sora ona Ibrohim alayhisolamdan burun vafot etishdi. Mana aytib Ibrohim alayhisolam qissasiga nihoyasimiz inshaalloh. Bu necha soatlar bu qissalarni o'qigan bo'ldik. Alloh taolo ana shu Ibrohim alayhisolamning millatida bizni dunyoga keltiribdi. Mana shu millatda turganimizda Alloh jonimiz olsin. Biz kimning millatida ekanligimizni bilib qo'yaylik. Kim bo'lgan u kishi? Birinchi bo'lib Hojar ona vafot etadi va Makka da dafn qilinadi. Undan keyin 127 yoshida Sora ona vafot qiladi. Ibrohim alayhisalom bularni haqida qattiq qayg'uradi vafot qilganiga va ularni ko'p yaxshi so'zlar bilan eslaydi. Mana endi Ibrohim alayhisalomga berilgan fazilatlar haqida gaplashamiz. Kim edi? Alloh taoloning huzurida qanday martabaga, qanday bir mavqega ega edi? Allohning huzurida yagona o'lchov bor. Inna akramakum indallohi. Biz onadan tug'ilganda bir xil tug'ilganmiz. Borimiz ham, yo'g'imiz ham qo'limizda. Qabrga ko'milayotganda ham bir xil ko'milamiz. Demak, unga orasida tug'ilish bilan o'lish orasidagi bo'lgan bari o'lchov biz o'zimizga o'zimiz qo'yib olgan o'lchovlar. Tug'ilayotganda yalang'och kelganmiz, ketayotganda yalang'och ketamiz, qiyomatda yalang'och tirilamiz.
Inna akramakum indallohi atqakum. U yoqqa borganda, Allohning huzuriga borganda, sizlarni meni oldimda hurmati balatinglar, mendan ko'proq qo'rqib yashaganinglar dedilar. Ana akalar. Endi Ibrohim alayhisolamning qadri qanaqa bo'lgan? Ittaqvattahadallohu Ibrohima xalila. Niso surasida Alloh aytadi, Alloh Ibrohimni do'st qilib tanladi. Faqat Ibrohim alayhisolamni do'st qilib tanladi. Hadislarda keladi, qiyomatda eng avval birinchi kiyim kiyadigan, birinchi avratlari yopilib kiyim kiyadigan kishi bu Ibrohim alayhisalom. U kishining fazilatlaridan vafo qildi. Va Ibrohim allazi vaffa. Najm surasida Alloh marhamat qiladi. U vafo qilgan Ibrohim edi. Allohning qanaqa buyrug'i kelmasin, qanchalik og'ir bo'lmasin, Ibrohim alayhisalom nima qilmadi? Ikkilanmadi. O'zini qurbon qildi, o'zini qurbon qildi. Bir dona bolani Makka ga tashab ketdi, uni qildi. Undan ham katta inna hada lahul balaul mubin dedi. Ochiq bo'lgan balo o'g'lini so'y dedi, unga ham xo'p dedi. Shuncha Alloh aytibdi, vafo qilgan gapiga javob beradigan Ibrohim edi u deydi. Ibrohim alayhisolamning fazilatlaridan, albatta Ibrohim alayhisalom ulul azm mina rusul, ana shu buyuk payg'ambarlardan bittasi hisoblanadi. Rasulullohdan keyingi o'rinda turadigan eng ulug' payg'ambar bu Ibrohim alayhisalom. U kishi Abul Anbiyo fazilatlaridan, payg'ambarlarning otasi. Mana Qur'onda zikr qilingan payg'ambarlar: Odam, Idris, Nuh, Shiz, Solih, Hud. Shu payg'ambarlardan keyin Ibrohim alayhisalom kelgan va Ibrohim alayhisalomdan burungilardan keyingilar Ibrohim alayhisalom hammasi Ibrohim alayhisalomga farzand bo'ladi. Aytdi-yu, meni zurriyotimdan berasanmi payg'ambarlik dedi, zolimlarga bu narsa yetmaydi ahd dedi. Demak, Ibrohim alayhisalomdan keyin kelgan hamma payg'ambar Ibrohim alayhisalomning farzandi bo'ladi. Bu sharaf ham faqat Ibrohim alayhisalomga berilgan. Ibrohim alayhisalom fazilatlaridan yolg'iz o'zi ummat bo'lgan. Inna Ibrohima kana ummatan qonitan lillahi hanifa va lam yakun minal mushrikin. Ibrohim yolg'iz o'zi ummat bo'lgan. Hech qachon mushriklardan bo'lgan emas. Parvardigorning ne'matiga shukr qiluvchi bo'lgan. Parvardigor uni hidoyat qildi, to'g'ri yo'liga boshladi. Unga dunyoda hasanotlarni berdik va oxiratda albatta u solih bandalardan bo'ladi. Ibrohim alayhisalom 175 yoshida vafot etdi. Mana Ibrohim alayhisalomning o'g'illari Ismoil va Ishoq hozirgi kunda Xevron deb nomlanadi o shahar. Musulmonlarning tilida ana shu Ibrohim alayhisalomga nisbatlab Al-Halil deb nomlanadi bu joyda. Halil ya'ni Ibrohim alayhisalomning do'sti, Allohning do'sti edi. Ana shu sifatiga ishora qilib Al-Halil deb nomlashadi ana shu shaharda. Lekin hozirgi tilda Xevron deyiladi. Ibrohim alayhisalomning ko'milgan joyi. Va wahabna lahu Ishaqa va Yaquba va ja'alna fi zurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Biz Ibrohimga Ishoqni, Yaqubni berdik va ularning zurriyotidan payg'ambarlikni va kitobni berdik. Mana aytdi Ibrohim alayhisalom hamma payg'ambarlarni otasi. Nasib qilsa Ibrohim alayhisalomning davrida sodir bo'lgan va yer yuzida fisq fujurni cho'qqisiga chiqqan va olal oqibat yerni tagiga shunday ko'miri vayron bo'lib ketgan qavm Sadum qavmi haqida va ularga yuborilgan Lut alayhisalom haqida suhbatlashgan bo'lamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.